Men bitta uyda jo'natib olsam bo'ladimi qishloqqa? Men o'zim tilpon ochsam. Uyda tayyormi? Shoxta aka, hamdardlik bildiraman. Men Toshkentda bo'lib qoldim, bora olmay qoldim. Joy jannatda bo'lsin. Juda ham hozir men absdaman, to'g'ri aytaman. Juda ham absdaman. Endi sen bitta omin qiling, duo qilib, ana joy jannatda bo'lsin. Videoga olishyaptimi? Men qishloqqa jo'nataman-da, u odamga hamdardlik bildirishim kerak. Axir men o'tirib duo qilsam bo'ladimi? Ya o'tirsam sal xunuk ko'ringan keyin aka, Shoxta aka, pora ber bilaman, siz meni hozir ko'rasiz. Joy jannatda bo'lsin. Amin, Allohu akbar. Nima yeyapsiz? O'lib qoldi-da unuqa. Ololmayman. Nimaga? Muncha nima yeyapsiz? O'lib qoldi-da. Kim bildi? Aytolmayman-da. Hamdardlik bildiring, bitta duo qilay. Yana bitta o'zimiz uchun joy jannatda bo'lsin Shoxta aka. Bundan keyin ham ko'payib ketsin. Amin, Allohu akbar. O'lib qoldi-da, tushunasizmi? O'zi ko'paysin. Yangi olib keladi-da endi. Kim olib keladi? Tovuqlar o'lib qoldi-da. Tog'alari? Tovuq, mertodi. Boring, ey. Nima u? Tovuq uchun nima qilyapman men? Siz tovuq nimaligini bilmaysizmi? Nima u? Tovuq mayag ichasizmi? Mayag tovuq demayapman. Yeymanman. Sizni kimga o'xshatishganim olsam? Menmi? Hech kimga. Men sizni o'xshatsam bo'ladimi? Otqa. Ot bular-ku. Mayli, hozirroq pul yordam qiltirasizmi? Pulim ham yo'q edi, Toshkentga bugun kelib bajardim men. To'g'risi, men oyamda Buni bor odam pulga muhtoj bo'lmaydi. bu meniki emas. Oshnamnikida. O'tirganmi xijolat bo'lmayapsizmi? Chunki men oyamda girzam bor-da. Hozirroq pul yordam qiltiring, agar imkoni bo'lsa men ertaga qaytarib beraman. 30 millionmi? Uncha ko'p emas, bir 100 ming deb tursangiz yetadi. 30 million deb hazillashdim-da. Ha. Sizda dollar bormi? Menimcha sizda Bor, dollar ham bor. 100 dollar yordam qiltirasizmi? Men qaytarib beraman lekin. Qayerdan bilaman qaytarib berishingizni? Telefon nomeringizni olib olaman, ertaga kartangizga bermayman nima hechimga. Nima berasiz? Ishni? Pul berib turing, bo'lsa 100 ming beraymi? 200 ming qilib berib turing, 100 ming yetmay qolsin endi. Shunaqami? Men tanisizmi? Yo'q. Sam 711 ning akasi bo'laman, Toshkentboy. Hamma taniydi. Sam 711. Kim u? Tanmaysizmi uni? 200 ming berasizmi? Berdim qoni. Yana 200 ming berib turilasizmi? Men unday ko'p 200 ming so'radingiz-ku. yetmay qolishi mumkin-da, qornim ham ochdi, hozir ovqat ham yeyman-da, shunaqa. Lekin jomon katta ekansiz, bor-ku. Men birinchi marta ko'rishim. Ha, men muncha xunuk ham bo'ladi. men sut ichmaganman-da. Men tanimaysan, bu prank etdi.